Apa! Apu! Ey, nima? Beshing yeydigan ovozlari buning toygandek chiqib. Nima? Opam-ey. Voy, nimimda vaqirab yuragimni olding juma apa. Ey, yurak borma balam senda? Voy, ey, yuragi balachu qara bir yerimdan o'g'allarni akirib, yuraklarga to'ylarni qilib, yuraklarni ishqi qilib, bolliq bo'p bo'ldi. Voy, sencho yopishingni optap silib, sesib qo'sirib uxlatsa texicha. Voy jon, qo'pimay shu. Seni nima tamoq etdiki deb chaqaganman, qo'sqim ichib. Qo'pqida hasharat. Voy, ey, ko'zini ostil yeyishning qo'yda, qo'sqi to'ysa uxlashning qo'yda bu. Isib o'tib ketayotgan yoshliqing. Ma bijar karvatmichu sening bo'g'iniga to'yib ketdi jinim balam. Bir tapi maymoq chiqib ketibdi ma karvatni. Ey qo'saqa omroq bo'lmay bir mundaq o'g'allarga omroq bo'lib baqsang bo'lmamdi jinim balam. Voy muhabbatni topma desil topqini bo'lmasa ya bu o'g'allar hozir pulijiq mundaq satosimi puljiq qizlarni yaxshi ko'rdik hozir. Oshlarning kayinda yuradigan bu ketibdi. Mendiya pul bo'lmasa yaxshilar bor joy demak. Bular menga kiyimni kiyib tarna uchirishga borsang-ku bugun. Qo'pa. Apa, noshtalar olib qo'ymadingmi menga? Ey, sodigan ketay surboytaq balam. Voy, ey, hozircha qara, 12 dan 67 minut o'tdi. Noshtalar chivin olishib chichib qo'yab, buchoq sana olib qo'ysam. Voy jon, qo'sqim ochdi, o'zim birnim qilib yeyman. Qo'saqning sening bo'p qag'iniga jiniga voy. Ey, isini bilgandan tatib 3 vaqt tamoq vaqtida kirpaqmidi, bechara qo'saqqa. Ey, kimdo ey bu? Kim o? Voy xo'shnam, voy bormi deymaysiz? Voy jimmidilar, men yo'qab ketdinglar-ku, oni bal ishqinglar. Ey xo'shnam, men qarang bir yordam so'rab kirdim men sizdan. Voy pul yo'q, sodigan ketay xo'shnam, men Foyiraning to'yiga qopdim, rapras. Voy. Ey, yo'q, voy boshqa ish. Voy men hozir quruq yuyish dukunim bor-ku, bir yingilay degan, men ichidagi mashinalar, men kiyim yuydiganchu. Voy eski bo'lib ketdi. Hamma almashtirib qayta gullantiray degandim dukunimni. Ey, hozir shunda o'qidigan, shu kiyim yuyish dukuni olsa, voy hamma odam oldirash bo'lgandikin ehtiyoji bor-ku deyman shu kiyimlar yig'izishga. Voy shu sizning bir tonishingiz bor ekan-ku, Qashqarda shu maxsus shu kiyim yuyish dukuniga kerakli buyumlarni noyda azan bahoda sotadigan. Shundaq sifatlik deydi-ku ularninkini. Hamma shu o'rlashtirib berdigan-ku texi. Yana texi har qaysi shaylargacha mulozimat qildik-a. Baba, voy shu maxsus quruq yuyish mashinasi, suvda yuyish mashinasi, quritish mashinasi texi. Voy mush kiyim-kechak hatto oyoqlarning mo'jimi. Hammasi pakiz yuydi. Yana tex kiyim aylantirish josi, qatorliq mush quruq yuyishga doir uskunlarni muvofiq bahada sotgandan siret. Voy yana texchi mush kiyimlarga dog'ni chiqadigan har xil so'pillarni sotadi. Mayli birinchi qo'l yoki ikkinchi qo'l yuyish mashinasi bo'lsin, hammasi bor sifatlarcha bir-biridan yaxshi. Voy yana tex Qashqardagi Qurbonjon ustam o'gitib qurashtirish, mushu mulozimatlar bilan ta'minlaydi, deydi, haqsiz pul olmaydigan rostmi? Shu, mayli koni do'konning ichidagi uskunlarni yangilash bo'lsin yoki mush yangidan quruq yuyish do'koni ochqim bor, ammo qanday boshlashni bilmaydim degan mush do'stlarimcha tarbiyalash elib berib, o'gitib, qurashtirib qiladi hamma mulozimatni. Voy. Adreschi mush Qashqar Yetkadagi Sulton So'sarining yinidagi ko'chadilar. Aloqalish nomerichi 189 09 98 53 84. Mushuning bilan aloqalashib, masala so'rsanglar bo'ladi, juma finsillarim sizlarmi? Voy, qo'ymi yaxshi mana qo'shnam. Voy, endi mukammal bir quruq yuyish do'koni ochayman. Pul topsamchi mehmon qilaman. Ma'qul qo'shnam, kiyimlarimni qordab ketgan cho'qibatdi, men Foyiraning akirib bermay oqatib bersiz. Voy, mush hamma odam texim yaxshi yashashning qo'yida hozir. Hey. Ey, karvatdan chiqib safada uxlashni boshladingmi? O'taning po'qi qo'pa. Ey, Rizvanay opangning-chi o'g'li bilan ko'rish baqa menga. Yilqi uzuntirama qulqi dingida. Voy, do'chirayli balg'u, suyuq balavu. Meningcha bir do'stim battil odiylar deb bilsa, sen tuniydigan, shu do'stim bilan 2 oyda yurib ayrilib ketibdi. Bir tal gulmi so'q qilmabdi juma 3 paytas do'stim 2 oy jarayonda. Voy jon, oshqa tashqan baratozning deb jumayimman hargiz. Rapras oshtaka apa, ya'ni-chi qara. Ma Tötena poqi chiqa. Voy bir umr bo'ytaq o'tgan sen urayim divona. Menga qini mening shiviqim.